doktorlar, hurmatli fuqarolar, bugun bank binosida yig'ilishimizdan asosiy maqsad hozirgi kunda Milliy bankda mavjud bo'lgan kredit produktlar to'g'risida fuqarolarga mijozlarga ma'lumot berish bo'lib hisoblanadi. Asosiy masalamiz hozirgi kunda doktorlarimizning dolzarb bo'lib turgan kredit mahsulotlaridan 60-chi va 61-chi sonlari asos sonli qarorlar asosida ajratiladigan kreditlar hisoblanadi. Bu 61-chi sonli qaror asosida oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarini bandligini ta'minlash, ularni biznesga jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida hisoblanadi. Bu kreditimiz imtiyozli kredit mablag'laridan ajratiladi. 18%dan asosiy vosita jihozlash, boshqa faoliyatlar uchun 7 yil muddatgacha 2 yillik imtiyozli davr bilan ushbu kredit produktimiz mavjud. Bular 10 million so'mga biznesga birinchi qadam. Bundan tashqari 300 million so'mgacha bo'lgan mablag'lar biznes uchun start va yaqin kelajak sari 1 milliardgacha bo'lgan mablag'lar. Bundan tashqari 312 sonli qaror asosida imtiyozli kreditlarimiz tadbirkorlikni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi doirasi asosida tadbirkorlarga jihozlash, aylanmalarni to'ldirish va savdo faoliyatlarini kengaytirish uchun ajratiladi. Bundan tashqari faqat yuridik shaxslardan tashqari jismoniy shaxslarga ham ajratiladigan kredit turlarimiz mavjud. Milliy bank tizimida ipoteka kreditlari, maqsadsiz avtokredit va mikrokredit kreditlari mavjud bo'lib hisoblanadi. Ushbu kreditlar bo'yicha agar birorta fuqarolar olish istagi, talabi bo'ladigan bo'lsa yoki tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bemalol savol bilan murojaat qilsangiz va ijobiy hal etishga va ko'rib chiqishga maksimum harakat qilamiz.